o'riydi. Aha. Halim aytdim, men aytdimga ham O'tib qolyapti. Ana shu nervlarni tarqalishida, nervlar bo'ylab tarqalyapti og'riqlaringiz. Yurakka bog'liq bo'lmayapti. Yuragingiz juda ham zo'r holatda. Sal yugurib qo'ysam, sal harakat, sal tezlashtirsam, shu siz aytganda yurak tez uradi. Fikrlab olib. Bo'ladi. Shundan qo'rquv. Yaxshi bo'lmasa hozir sutkalik apparat qo'yib qo'yamiz. Kun davomida siz yozib oladi apparat, ko'ramiz, kuzatamiz. Mana bu ter bosishingiz bu nima besabab emasda, nimagadir mana bu yurakni kuchi tushgan, kuchi pasayganda. Yaxshi bo'lib qolsa olib kelamiz deb shu menga maslahat berdilar. Mayli, bu tomondan lecheniya qilib turib, hozir o'pkada ozgina suv ko'p emas ekan, ozroq. Bugun siz bilan aritmolog shifokor qabuliga kelayotgan bemorlar va aritmologlar ularga qanday tavsiyalar berayotganligi haqida qisqacha tanishib chiqamiz. Jarayonni sizlarga to'liq real bemorlar bilan birga ko'rsatamiz. Nasibaxon holat juda ham yaxshi. Yaxshimi? Xavotirga o'rin yo'q. Mana bu nimangizda, yuragingizda hech qanaqangi yomon narsa yo'q, hammasi yaxshi. Bo'lay turgan mana bu yelkadagi og'riqlar bular hammasi nervlarga bog'liq bo'lyapti. Aytavering, bularga e'tibor qilmang, gapiravering. Ana shu asabdan Alisher akada davolanarmidingiz? Borib uchrashamiz hojona. Borib uchrashib yana o'ziga. Shunaqangi mana yelkamda og'riq bo'lyapti, kardiologga uchrashdim. Halim aytdim o'riydi. Halim aytdim, men aytdimga ham o'tib qolyapti. Ana shu nervlarni tarqalishida, nervlar bo'ylab tarqalyapti og'riqlaringiz. Yurakka bog'liq bo'lmayapti. Yuragingiz juda ham zo'r holatda. Yuzga kiradi xudo xolasa bu yurak. Ko'ngilni xotirjam qiling faqat. Xo'p. O'sha kuni tog'da ekan, bo'lsa ne bo'larimga turdi, bora shunaqangi. Xo'p. Juda ham yaxshi. Davom ettiramiz. Valajibni ertalabda davom ettirasiz. Davleniyangiz uchun ertalabda buni ichib turasiz. Kechqurunga bisoprolol tabletkani bir mahal ichib turasiz. Mana bu davleniya bir xil tursa, pulsiz normada yursa, yurakda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hammasi yaxshi. Nima bo'lyapti-da mana? Hozir men validovni ichib keldim. Nima? Hech yetim og'rimayapti, 170 ga 100 bo'lib ketyapti. Ilgari boshim og'rirdi, boshqa qilardi. Endi erkin so'rib qo'yish kerak. Ana shu 170 ga 100 ga chiqib ketay turgani bor-ku. Bu mana bu nerv asabiylashganingiz hisobiga ma'lum bir vaqtga ko'tarilyapti xolos, doimiy emas. Uchrashib, mana og'riqlaringizni ayting nerpatologga. O'sha dorilarni yozib berishadi, u bo'yicha lecheniya oling. Faqat mana shu ikkita dorini ichib turing bo'ldi. Bo'p, salomat bo'ling hojalar. Xo'p, o'tirib oling cheki. Keling aka, nima shikoyat, nima bezovta qilyapsiz? Yurak halat turib ketayda 2 sekund, 3 sekund ko'zlari qorong'ilashib, nafas olishi illashib qolyapti. Bir haftada bir haftada bir kunda 2-3 marta. Bir kunda 3 marta bo'lyapti shu narsa. Qachondan buyon boshlandi bu? Qachon sezdingiz mana shu narsani? Boshlanay turganini, boshlanishi, ko'zlari qorong'ilashgan. 10-15 kun. 15 kundan beri shu narsa sezilyapti. Ko'proq qaysi paytda bo'lyapti? Kunduzi yurgan, harakat qilgan vaqtingizdami? Kechqurun yotganingizda bu narsani sezmayapsiz. Nimadan keyin boshlandi? Hech e'tibor berdingizmi? Birorta bir istimaladingiz yoki bo'lmasa birorta ichi qanday kasallik bo'lmadi? O'zidan o'zi shu 10 kun, 15 kunda ichida shu narsani sezishni boshladingiz. Xo'p. Kardiologga yo birorta vrachga uchrashdingizmi shu kungacha? Yo'q. Uchrashganingiz yo'q. Xo'p, endi hozir mana bu EKG'ingizda qorinchalar ekstrasistoliasi, ya'ni yurakni bitta sakrab urishi chiqyapti. Yuragingizda noto'g'ri urish bor. Shuning uchun buni tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu sutkalik Holter monitoring qilib apparatda mana bu yurakning urishlarini kuzatib boriladi-da, orada mana bu yurak urishlaringiz birdaniga tezlashib ketib qolmayaptimi? Bor. Shunaqangi holat bo'lay turgan bo'lsa, ana bu sutkalik apparatda ko'rib turib, uni agar zarurat bo'lsa dorilar bilan, bo'lmasa boshqa yo'l bilan davolash chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Keyin o'ta kam harakatman. Kunduz rolga chiqaman, hech qani tushaman. Sal yugurib qo'ysam, sal harakat, sal tezlashtirsam, siz aytganda yurak tez uradi. Fikrlab olib. Bo'ladi. Shundan qo'rquv.
Yaxshi bo'lmasa hozir sutkalik apparat qo'yib qo'yamiz. Kun davomida sizni yozib oladi apparat, ko'ramiz, kuzatamiz. Bitta blanka berishadi, qog'oz berishadi, soatlar yozilgan. U soatlarda sizda yuragingiz tez urgan vaqtini, boshingiz aylansa, bosh aylangan paytini albatta yozib qo'ying, soatini. Unga qarab turib biz monitorda uni ko'rib chiqamizda, o'sha siz aytgan shikoyatlar bilan solishtiramiz. Haqiqatan ham aytgan vaqtingizda bosh aylansa, yurak tez urdi deganingizda yuragingiz tez uryaptimi yoki noto'g'ri urish ritmlari chiqyaptimi, bu narsani ko'rib aniqlashtiramiz. Hozir mana bu yonimizdagi xonaga kirsangiz, sutkalik apparat qo'yib qo'yadi, qizlarga tayinlaysiz. Nima qilib, ertaga shu paytda kelasiz. Bir sutkada yechib olamiz. Iloji boricha harakat kamroq qilib turavering bugun erta. Assalomu alaykum. Keling, amaki, nima shikoyat, nima bezovtalik bilan keldingiz? Charchab tezlab qolyapman-da, hozir ham tezlab ketdim. Qachondan beri mana shu narsa sizda sezilyapti? Qachondan beri bo'lyapti shu holat? Har zamonda bo'lardi. Gelib deyib kuchaydi. Yurak sohada achishish, og'riqlar yo'qmi? Yo'q, bunaqasi. Mana bu ko'krakda, orqa tosh, yurak sohalariga tarqalib Ashitda bo'lib qoladi har zaman. bo'lib qoladi shu holat. Mana bu hansirash, entikishlaringiz qachondan kuchaydi, amaki? Shu 3-4 kun bo'ldi. O'sha keyin shu apparatga tushdim, kuchaygan. Cheklab ho'l bo'lib ketadi. O'zingiz keldingizmi, biroq kerak bormi? Bormi? Bitta ikkiga qilaylik. Mana bu ter bosishingiz bu nima besabab emasda, nimagadir mana bu yurakni kuchi tushgan, kuchi pasayganda. Endi buni ikkigida ko'raylik. Agar mana bu ter bosishlar og'riqqa sabab bo'lmay turgan, lekin tomirlarda qanaqadir o'zgarishlar bor bo'lsa, u narsani ikkigida ko'rinadi. Shuni aniqlashtiraylik-da. Unga qarab turib, agar qo'shimcha tekshiruvlar zarur bo'lsa, ularni qilamiz zarur. O'zlarida nima shikoyat? Mana bitta joyda yotishibdimi hozir? Ha, hozir yotish. Nima bo'lyapti bularda? Shu yurak kengayish, qon kamlik, sahri bor. Sahrlari bor. Bor, ha. Qon kamlik. Shu yuraklar qandaydir bezovtalari. Yo'q, bularda yuragini bezovtaligi, o'pkada jiddiy shamollash bor ekan. O'pkalarida yaxshigina shamollash bor. O'pkada suv bormi, yo'qmi? Bor. Bor deb beryapti bular. Endi bu narsani yana nimada ehoda ko'rish kerak bo'ladi. Endi mana eho qislari Endi nima yaxshi bo'lib qolsa olib kelamizmi deb shu menga maslahat keldi. mayli, bu tomondan lecheniya qilib turib, hozir o'pkada ozgina suv ko'p emas ekan, ozroq 200 ml atrofida beryapti. Yaxshi yuradigan bo'lganlarida o'zlari xotirjam yurib olib kelishni imkoni bo'lsa, olib kelinglar, bu yerda tekshiruv qilib ko'ramiz ularni. Qayerdan keldingiz o'zingiz? Men Uchko'prik tuman. Uchko'prikdan. Katta Qo'shtepadan. Yaxshi o'zlarini olib kelsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Mana ular bo'yicha baribir xulosa qilolmaymizda, o'zini ko'rib turib, nima o'zgarishlar bor, nima tekshiruv qilish kerak aytamiz. Shu Eurometda topshirishdi. Yaxshi, opa, bo'lmasam olib keling, o'zlarini ko'ramiz. Birinchi bemorimizda ko'rganingizdek, bemorda asosiy shikoyat yurakni urib ketishi, shu kabi bir qancha shikoyatlar bilan kelyapti, lekin eshitib ko'rib bemorda hech qanday yurak kasalligi mavjud emasligini aniqladik. Shundan keyin ularga nevropatolog tavsiyasini berdik. Ikkinchi bemorimizda yurakni tekis urib borib, to'satdan to'xtab, yana keyin sekin asta urib ketayotgan holat aniqlandi va bu bemorga qo'shimcha tekshiruvlar va zaruriy davo choralari tavsiyasi berildi. Uchinchi bemorimizda yurakni to'satdan tez urib ketish holati aniqlandi va bemorga Holter EKG monitoring tekshiruvi tavsiyasi berilib, bemorda kuzatilayotgan
aritmiyani soni va uni xarakterini aniqlash uchun sutkalik monitoringi tavsiya qilindi. Ko'rib turganingizdek, bemorlarni kelishi bilan ularni darrov operatsiya jarayoniga tortish emas. Maqsadimiz bemorlarga to'g'ri tashxis qo'yish va to'g'ri davo taktikasini tanlashdan iborat bo'ladi. Bemorlar ko'pincha bizga kelayotganda bitta qo'rquv, biz borsak darrov operatsiya deyishlaridan qo'rqishadi. Lekin aslida to'liq tekshiruvlarni vaqtida o'tish va o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish sizni va sog'lig'ingizni o'z vaqtida to'g'ri tomonga talqin etishga va kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Har doim kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish eng to'g'ri va maqsadli taktika ekanligini yodingizdan chiqarmang. O'z vaqtida shifokorga murojaat qiling. Agar sizda qandaydir muammolar bor bo'lsa, bizning qabulimizga keling. Biz sizga yordam berganimizdan mamnun bo'lamiz.